Assalomu alaykum obunachilarim. Bugun siz bilan Qotaygon telefonni biz grafisga uzatishga o'tamiz. Bu uchun bizga yana bu BGM Free degan ilova kerak bo'ladi do'stlar. Bu uchun biz Play Marketga kiramiz. Qidiruv bo'limida Public optimizatsiya GFX ni bosamiz. Bulardan birontasi bo'lmaydi. Pastga tushiramiz, yana degan tugmani bosamiz. Pastga tushiramiz, mana chiqib keladi mana bu tugmacha. Shuni bosamiz va o'rnatish tugmasini bosamiz. Yana keyin ochishni bosamiz. Olib kirib ketadi ilovaning ichiga. Olgandan keyin taxlaymiz resurslarni. Buni global qilishimizga to'g'ri keladi. Buni eng balandga qo'yasiz va buni xohlagan grafikangizga qo'yasiz. Ultra HD yoki header. Men headerga qo'ydim. Buni bir grafik qilib qo'yasiz va tepaga turgan Apple tugmasini bosasiz. Tepaga turgan. Hozir buni taxlab qo'yay. Taxlay ularni hozir. Shadow xohlasang o'chirasiz, xohlasangiz yo'qsangiz bo'ladi. Bu soyalarni ko'rsatgan ikon shadow deyiladi. Va tepadagi Apple tugmasi bor. O'sha Apple tugmasini bosasiz. Run sizlarga nima deb chiqadi, lekin men hozir reklama ko'rmaganim uchun Run Gaming deb chiqyapti. O'sha Run sizlarga chiqqanini bosasiz va uchta reklamani tomosha qilganingizdan keyin shuni Apple ni qaytib bosganingizdan keyin Run Gaming chiqadi. O'shani bosasiz, Run Gamingni qaytib bosamiz mana. Bunday qaytib bosamiz Run Gamingni va Promoy PUBG Mobile'ni o'ziga olib kirib ketadi do'stlar. O'z do'stlar kiryapti menda. Ko'ramiz. Va bu agar sizga yoqsa like, obuna bo'lib qo'ying iltimos. Do'stlar, sizlar uchun men har kun video chiqaryapman. Bugun ham chiqaraman yana. Bundan tashqari yana bitta video chiqaraman. Hozir kiryapti do'stlar. Sabr qiling, telefonim 45 fpsligi uchun shunday bo'ladi. To'xtatadi. Telefon ham tez kirmaydi. Mana kiryapti do'stlar. Kiryapti. Like va obuna bo'lib qo'ying agar yoqsa do'stlar. Yoqmasa mayli like va obunangizni qaytarib oling. Lekin o'xshasa aniq bosasiz. Kelishdikmi do'stlar? Ayni telefonlar bo'z qittisilab yo'q. Ular ko'tara olmasligi ham mumkin. Masalan, 20 fps, 10 fps lik telefonlar. Ularda olib o'tirish shart emasmi desang, olib sinab ko'ring. Aynitalari hozir men 1-2 ta telefonlarda o'zim telefonimda qilib ko'rdim. 30 fps lik telefonda o'xshamadi, lekin siz olib qilib ko'ring, o'xshasa agar maza qilib o'ynaysiz. Lekin zo'r. O'xshaydi aniq, grafika Ultra HD header ko'tariladi, maza qilib o'ynaykan, grafika bo'ladi. Hozir mana kirib oldik PUBG'ga ham mana. Kirdi. Wow dashga qo'shiling. Tadbirlarga o'tib ketdi. Kechirasiz do'stlar, hozir nastroykaga o'tamiz. Mana o'xshatdi do'stlar, mana qarang. Mana hozir nastroykadan ko'rsataman, soyalar ko'rinyapti hali. O'xshatdi mana nastroykadan. O'xshadi do'stlar. Qanday do'stlar? Buni ko'ryapsizmi? Siz ham olib, sinab, maza qilib o'ynab do'stlaringizga maqtanib, do'stlaringizga o'rgatib yuring. Do'stlar qarang, o'xshagan do'stlar. Nastroyka hech qachon buzilmaydi do'stlar. Bu chitga, bu bezband chit do'stlar, olib bemalol foydalanishingiz mumkin. Bezband olsangiz bo'ladi, o'zim o'ynayman. Masalan, Ultra HD ga qo'yib, umuman qotmay telefoningiz maza qilib o'ynaysiz do'stlar. Bezband do'stlar. Bugungi videomiz do'stlar tugadi. Sizlarga yoqqan bo'lsa videomiz, bitta like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Siz uchun shuncha kontent qilyapman. Buning o'rniga bitta like, obunangizni qisqanmang. Hammaga salom, sog' bo'ling do'stlar.